Original dazmol bilan poddelka dazmolning farqlarini ko'rib chiqamiz. Originali $75 turadi, poddelkasi $20 turadi. Birinchi farqi korobkasining rangida originali tiniq bo'ladi, poddelkasiniki xiraroq bo'ladi. Ikkinchi farqi originalda tagida yozuvlari bo'ladi, poddelkasida hech nima bo'lmaydi. Uchinchi farqi korobkasida Philips yozig'i originalda kichkina qilingan, poddelkada katta qilib ko'rsatib qo'yilgan. To'rtinchi farqi poddelkada garantiyasi yozilmagan, originalda bo'lsa 2 yil garantiya qilib belgilangan. Beshinchi farqi Yevro standart bo'lgani uchun originali mana shunaqa vintel bilan chiqadi. Poddelkada bo'ladigan bo'lsa oddiy vintel bilan chiqadi. Oltinchi farqi originalni tagida Philips degan yozig'i bo'ladi. Poddelkada bo'ladigan bo'lsa qanaqadir yozuv bor. Yettinchi farqi poddelkada mana shunaqa samochiska funksiyasi bo'ladi, knopkali. Originalda bo'ladigan bo'lsa umuman teshikni bekitib qo'ymaydi, musullarga alohida o'zining joyi mavjud. Ana endi siz Philips dazmolni original bilan poddelkasini ajrata oladigan darajada bilimga ega bo'ldingiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Like bosishni so'rab o'tirmayman. Xohlasanglar bosinglar, xohlasanglar bosmanglar, joningiz sog' bo'lsin. Foydali video qilishdan charchamaymiz.